Assalomu alaykum, hurmatli do'stlar. Hop 20 kilovatlikda Andijonda Asaka tumaniga Jonqut ko'prik yetkazib bergandik. Xudo xolasa ishlatishdi, anchadan beri ishlatishyapti. Ko'mir ko'p qisilib qolganini sababiga biz oldorqa aylanadigan pul problemamizni almashtirib berdik. Bu ko'mir ko'p qisilib qolganning sabablari ham bor. Ko'mirlari mana shunaqa ichidan juda ham ko'p mana shunaqa toshlar chiqyapti ekan, mana ajratib qo'ygan. Mana bu конечно qisiladi. Endi imkon qadar oldorqa aylanadigan pul problemini qo'yib berdik. Mana bunaqadan rosa ko'p chiqadi deydi. Kecha kun terganlari shu. Ko'mirni ham mana bosib olishgan, lekin mana shunaqa juda ham kattalari ko'p ekan. Shunaqa yerga to'kib olishib, saralashib solishyapti ekan. Mana bu avtomat yo'llarga bunaqa bo'lmaydi. Mana bunaqa ko'mir bo'lsa mayli, bunalar chista tosh mana. Ko'mir u pishmagan, o'ta ham qattiqlar, bez. Buni sindira olmaydi, toshga o'xshaganda. Malotoyda urib ham uncha-munchaga sindirib bo'lmaydi. Xullas, mana shu ko'mir yaxshi emasligi uchun o'zi zo'r, yaxshi ko'mir ekan. Shu shunaqa katta yiriklari, toshlari ko'p ekan. Imkon qadar orqa oldi aylanadigan pul problemini qo'yib berdik. Xolos endi bundan buyog'iga chiroyli ishlayveradi. Imkon qadar yaxshi ko'mir solish kerak. Xo'p, buni tekshirib ko'ramiz endi. Mana biz hozir qo'yib berib, tekshirib. Aylandi endi. 5 sekund. Mana qisildi. Mana o'zim 5 sekund. Orqaga aylanishdi, ozroq ham qilsa bo'ladi. 3 sekund qilsa ham bo'ladi. Hozir 5 sekund qo'yganmiz. Qisildi. Bir sekundcha ko'proq ekan, osaytirib qo'yamiz. 3 sekund nima? Mana shunaqa ko'mir qisilib qolsa o'zi oldorqa qilaveradi. Sindirib olishga harakat qiladi. Endi hozir yirik ko'mirlar tashlab ko'ramiz ekan. Mana ko'mirga katta aynan shu qattiq bezlarini oldik. Bunu tosh bu. Bunu davay. Sochi. Bas gazini endi. Mana уже sindirib. Siz orqaga aylanib oladi. Sindirib tashlab. Nima sindirib? O'sha payt qisilmaydi. O'sha payt qisilmaydi. 2 volt degan bilan uni kichkina motor chiydi. Bu ham baquvvat aylantiradi. Hamma narsani reduktor ish bajaradi. Bu 12 voltdan mana tosh ko'mirni kelsa sindiryapti. Okamni mana shunaqa katta ko'mirlar ko'mirdan chiqib qolib, to'xtab qolib qilyapti. Mana shu nimani qo'yib berdik. Upravleniya. Mana endi qolib qoldi mana. Shunaqa qilib ishlayveradi. Yana to'xtadi ana. Qisilsa o'zi esirlab sindiradi. Agar haqiqiy tosh bo'lmasa. Endi ko'mir ichida ham shunaqa ko'p bo'lmaydi yirigi. Ko'mir ichida endi 3-4dan kelib qolishi mumkin. Bunaqa narsa bemalol olib ketaveradi. Hozir ko'rsangiz bir paqirda biz faqat ko'mirni bir paqirda solib sinayapmiz. Ana shunda ham mana tugatib tashladi, sindirib. Kattasi qoldi, mana tashkil sindiradi hozir. Ha, ketdi, sindir. Sindirmaz, yutib oldi buni. Qolmadi mana. Bir paqir qolmadi. Oxirgisi mana ketdi. Do'stlar, shunaqa gaplar. Hammasini chiqarib oldi shu yerda mana. Uncha-munchasini sindirib, shu maydalab ham tashlabmiz. O'g'aylar. Mana hammasini maydalab, pashti sindirib tashladi. Shunaqa do'stlar. Bunaqa kimlarki to'xtab qolib qiynayotgan bo'lsa, zakaz qilaverasizlar. Boshqa kat yo'llarga ham qilib beramiz. Xudo xolasa qo'ldan kelgancha. Hozir yoqib ishlataveramiz endi. Ko'mir solib yoqib ham oldik, xudo xolasa. Qani ko'mishlar. Xudo xolasa. Bu tosh ko'mir ekan, yoqib olganimiz ham qiyin bo'ldi. Bir yonib olgandan keyin ketdi mana. Alangalari ham yaxshi. Yonib olguncha juda qiynadi. Mana shunaqa. Sistema samoxod. To'ldirib qo'ydik.